Do'stlar bir dilbari jonu jahonim bor mening. Orazi gul qomati sarvironim bor mening. Do'stlar, mana Baxtiyor akam qo'shiq ayttirib yubordi menga. To'g'risi, oldin ham kelganman Baxtiyor akam yoniga. Bugun ham mana yana keldim. Shu ozgina bu joyim og'risa kelib turaman yonlariga. Baraka topsinlar. Shu bo'yinlarimni tazlari hamma joy qayerda qanaqa nima noja anaqa bo'lgan bo'lsa, shularni hammasini to'g'rilab, ukol dorisiz birpasda 15 minutda yengil qilib, zo'r qilib, shu chiroyli qilib shu mana nafas yo'llarigacha davoladilar, gap yo'q. Baraka toping Baxtiyor aka. Hammani shu yerga kelishini tavsiya qilaman Baxtiyor aka yoniga. Mana olma sirkalaridan berdilar. Olma sirkasi sovg'ada ekan. Qo'shimcha. Bu polni ichi tozalar ekan. Shu tavsiya qilaman Baxtiyor akamizni kelib shu lecheniya olishlaringizni, davolanishlaringizni, polni shu qanaqadir suyakda muammo bo'lsa, o'sha odam skelet tuzilishida qanaqadir qiyshiqlik nimadir bo'ladigan bo'lsa, Baxtiyor akamga murojaat qilsangizlar, dorisiz chiroyli qilib bir ozgina urib qo'yadilar, molotov bilan to'g'rilab oladilar. Xullas tavsiya qilaman, kelinglar hammangizni azizlar.